Видите, сейчас послушать. Mama, видите sumki? Видите sumki? Hozir qizim borib ko'raman. Mana tugayapti. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. Ayjon keling. Juda to'g'ri. Hamma narsa maktab ostonasidan boshlanadi. Hozir. Bularni o'quvchilar yasagan shekilli o'zlari. Qaysini? O. Qoyil. Sanoatingizga qoyil. Как это сделать? Мам, видите вон ту сумку? Вот у меня такие. Ha, bilaman qizim. Она возьмет. Nimaga menga kerak emas foto o'g'lim? Только побольше, like. Mast aylading. Sari mast. Check if your phone, No. I don't have space. Kattasidan qilganmi? Oho. Katta kundiga tezroq. Xo'p o'g'lim, men bular olay. Biz endi keldik. Bizni taklif qilding-ku, mehmon qilib. Bizni почетный гость deb taklif qildingmi? Bizni nima deb taklif qilding? Qani mana medallaring. Yechib qo'ydim. O'chirishdi mana. Ile o'chirishmoqchi. Bu yerdan pojarniy anaqa uchun ishlatadigan nima derdi? Огнетушитель. O't o'chiruvchi moslama bilan o'chirishyapti. Unga suv sepgan yaxshiroq shekilli endi-yu. Mana. Endi bolalarga bu narsalar juda kerak, lekin O'zbekiston havosi, ayniqsa Toshkent havosi protivogazga kiyadigan darajada iflos paytida bu qanchalik to'g'ri? Bunday tutum qilish bilmadim.